O'zi boshida menda yuzimda chiqqanda o'zi baltushkalar, har xil sivrotkalar ishlatardim. O'sha ishlatganimda baribir foyda berardi. Boshida unaqa ko'p toshib ketmagan paytida, yanvar, dekabrlarda shunaqa ko'p обильный toshib boshlaganda ishlatadigan narsalarim yordam bermadi-da. Rezultat birinchi marta уже kelganimda уже rezultatni bildim. Sразу kelganda o'zlari aytdilar, mana shunaqa topshiring dedilar. Keyin borib topshirsak shunaqa dimi-ko'z chiqdi. Keyin o'shandan keyin lecheniyani boshladik. Birinchi o'sha protseduradan keyin уже sразу bilindi. Keyin yuzim yaltirashni boshladi. Boshida o'sha bitta ikkita chiqqanda sразу kelish kerak deb o'ylayman. O'sha specialistga baribir murojaat qilish kerak. Bekilib bo'lmaydigan darajaga kelganda, мне было неприятно. И вот o'shandan keyin videolarni ko'rib borish kerak dedim. Уже bo'ldi dedim. Umrlari uzoq bo'lsin nima derdim. Pусть она творит. Hamma ayollarimizni, qizlarimizni go'zallashtirishda charchamasinlar.